Tushunasizmi aka? Например, $200. Qarang, sizni Samsung telefoningiz ekrani ketib qoldi. Aytaylik, S22 Ultra. Xuddi shu holatga keldi, telefonimiz umuman nekak yonmayapti o'sha. Bunga nima qilish kerak? O'sha ekran qo'yish kerak. Ekran rasxodi qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xuddi shu holatdan xuddi shu holatga olib kelish o'zi emas. Bu yerda bo'ladigan mashaqqatni eshitinglar. Xo'p. Samsung S22 Ultra ga ekran qo'yish bu oson ish emas. Yaxshi usta topish kerak. Usta narxi kamida 200 ming bo'ladi. Xo'p, telefonimizni ekraniga kelsak, sotuvda telefonimizni ekranining sredniy narxi bor yo'g'i $200 turadi. Tushunasizmi aka? Например, $200. Xo'p, 2.400.000 hisoblaymiz. Yana дополнительный 200 ming usta haqqi. Taksi puli, u yoqqa borib kelishingiz, yo'q, zapchast olib keltirishingiz, unga 100 ming hisoblaymiz. Общий 2700 atrofiga ketyapti, faqat ustani yaxshisini topish kerak. Yana ko'rish kerak, ham SPR-lariga, keyin nujniy platalariga ziyon yetmagan bo'lsa, 2700 bilan ishingiz bitadi. Bu o'rtacha dollarning kursida $230 tashkil qiladi. Okaginam, shuning uchun ehtiyot bo'ling. S22 Ultraning ekranining o'zi $230 ga yig'iladi. Telefonimizni sotuvdagi narxi bo'lsa $400 atrofi bo'ladi. Telefoningizga ehtiyot bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang.